Vatan sarhadlarini himoya qilayotgan, yurt tinchligi yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan yigitlarimiz uchun yana bir muhim imkoniyat. Chegara qo'shinlarida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar o'rtasida imtiyozli tavsiyanomaga ega bo'lish uchun test sinovlari tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Chegara qo'shinlarida xizmat qilish nafaqat sharaf, balki kelajak sari yo'l ochuvchi muhim maktabdir. Bugungi kunda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan er-yigitlar uchun bir qator imkoniyat va imtiyozlar yaratilgan. Shulardan biri oliy o'quv yurtlariga kirishda imtiyoz beruvchi tavsiyanoma hisoblanadi. Mazkur tavsiyanomaga ega bo'lish uchun o'tkazilgan sinovda harbiy xizmat davomida intizomi, bilimga bo'lgan qiziqishi va faolligi bilan ajralib turgan yigitlar ishtirok etishdi. Men Farg'ona viloyati mudofaa ishlari bo'limi tomonidan muddatli harbiy xizmatga chaqirildim va hozirgi test jarayoniga qadar malakali ofitser va serjantlar tomonidan yetarlicha bilim va ko'nikmalarni egalladik. Maqsadim imtiyozli tavsiyanomani qo'lga kiritgan holatda harbiy bilim o'quv yurtlariga kirish va kelajakda davlatimiz va sarhadlarimiz daxlsizligi yo'lida o'z hissamni qo'shish. Test sinovlari bilim malakalarini baholash agentligi tomonidan tashkil qilingan. Askarlarimizga test sinovlari davomida 100 ta savol berildi. Jami to'plash mumkin bo'lgan ball 110 ballni tashkil qiladi. Askarlarimiz davlat oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirganda tavsiyanomaga ega bo'ladigan bo'lsa, 5% tanlovda ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Harbiy oliy ta'lim muassasalariga topshirganda o'z to'plangan ballning 50% miqdorida ball qo'shib beriladi. Test topshiriqlari jangovar tayyorgarlik bo'yicha fizika, matematika hamda mantiqiy test topshiriqlaridan iborat. Bu testlar orqali harbiy xizmatchilarning bilim darajasi va salohiyati aniqlandi. Eng yuqori natija ko'rsatgan yigitlar oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozli tavsiyanomaga ega bo'lishadi. Muddatli harbiy xizmatchilarga 1 yil davomida malakali ofitser va serjantlar tomonidan jangovar tayyorgarlik va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik fanlaridan o'z bilim va ko'nikmalarini berib kelishdi. Hozirgi vaqtda muddatli harbiy xizmatchilar olgan bilim va ko'nikmalarini amalda sinashmoqda. Har yili muddatli harbiy xizmatni o'tab ketgan yoshlarimiz o'zlari xohlagan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirib kelishmoqda. Vatan himoyasi bilan birga bilim olishga intilayotgan yigitlar uchun yaratilayotgan bunday imkoniyatlar kelajakka bo'lgan ishonch ifodasidir. Bu esa ularning yorqin muvaffaqiyatlariga xizmat qiladi.